Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ping pong o'yinini o'tamiz. Va bu o'yinda sizlar mana bu hozir men ozgina sizlar bilan gaplashganimcha bu gol urib tashlabdi. Men qimirlayotganimda mana bosamiz va o'yin qaytadan boshlanadi. Hoppa. Ya ana bitta gol urdim. Bu ancha zo'r o'ynadi. ChatGPTga sizlar qattiqroq va zo'rroqdan osonroqdan qilib ber desani sizlarga osonroqdan qilib beradi. Va bunga qiyinroq qil deganman. Shuning uchun qiyinroq qilib berdim. Hop. Bu o'yinda chatga ham nodib olasizlar mana. Bunda mana Gaminya deb yozasizlar va aytasizlar. Menga o'z qattiq bo'pti. Menga nima desam bo'ladi? Ping pong pong o'yinini yaratib ber. Hop. HTML kod ber deb yozasizlar. Mana enter ketdi. Mana bizga HTML kod chiqarib berdi. Buni manidan kopiya qilamiz va Windows R qilasizlar. Mana yerda Notepad degan narsa chiqadi. Uni ustiga enter bosasizlar va sizlarga mana narsani beradi. Bunga Ctrl C, Ctrl V va Ctrl Shift S. Keyin sizlarga mana narsani beradi. Qarab turinglar. Buni рабочий stol o'tkazasizlar. Ba'zilarda desktop, ba'zilarda рабочий stol. Mana yerga o'sha ping pong masalan menda bu borligi uchun mana chiqib turibdi. Bir qilib qo'yamiz, keyin nuqta qilamiz. HTML. Keyin mana save file o'tkazib qo'yasizlar. O'tmadi. Save file o'tkazgandan keyin saqlanib qilamiz. Buni chekkaga o'chirib turamiz. Mana yerda ping pong bir chiqdi. Mana ping pong o'yini. Xuddi shu. Bugun sizlar bilan mana shu narsani o'qitdik. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.